Hürmetli vatandaş, bugün leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada qacırız, Washington sözleyimiz. Bugünkü islağa 2022 yıl 7. ayının 15. günü hürmetli vatandaş. Vaziyet doğrusu da iki kelime. Andın ahırda mı iki kelime boyunca muhakemelik var biz. Hazır Xitay torbettirdi, meyli Çin Pokon, meyli Johnson Jefferson, Reis Xi Jinping yokulap gitti, matbuatga çıkmadı ya ki Cunaqaydı ya ki bidayxaydı bir yerde körünüş asıl kılmadı, 15 gün oldu dedi. Bu doğrudaki toxtalımız dedik, 15 gün nege yokulap gitti, tuyuqsuzlar. Xinhua'nın xəbri, andı Mərkəzi Televiziya stansiyasının xəbri boyunca Xitayның 15. günü xəbər qilishçi Xi Jinping 12. 13. günü hatta 14. günügəcə 3 gün Şinjan Uyğur Avtonom rayonu, yani sizden bizden telimizde müstemlike Uyguristan'da faaliyet edip bağın gep. Bunu azı Xinhua'ya 3 gün dedi, 12, 13, 14. Endi bunun şengini olmaydı. Nimişqa? Sen 15 gün yok kaldı dedin. Evvel 3 günde haber kılan bolsan, kalgan 12 günde kayerde keldiğini ispatlap verirse mümkün emas. Şengandı bir gün todu. Ettigeni berip keşti kayıtıp geldi. Kayıtıp geldi, negi geldi? Beijing'e mi? Şinjan'a mı? Haberinde bunda haber yok. Demek Şangay'da, Hong Kong'da bir vasıta ayrı plan bile Ürümçi'ye uçkan gep vatandaş. Yani buna koyup vaziyetinin yana bir katısı, tünügün Dalai Lama doğrusu da, Tibet doğrusu da, Devlet Meclisi makullagan kanunlayı, oturup koygan kanunlayı yani vatandaşları tunuşturduk. Bugün ende yukarı avaz bile makullangan yana bir kanunlayı, Tayvan doğrusu da. Bu ende nime deyimiz bunu? Yani Tayvan'ın üzünün tili bile eysiniz karamet endi bu. Bu karametten de başlanışı kandak desiniz 24. yılı elip berilediğin Gərbi Tinç Okyan boylap elip berilediğin hərbi manevraga Tayvanliklerine qatnashish ruxsat qildi. Şundaqla Amerika Qo'shma Shtatlar armiyasi, deniz armiyasi bilan Tayvanning deniz armiyasi birlikda hərbi manevr qilishga ruxsat qilindi. Bu qonun loyihasi. Ondan keyin Amerika amaldorlarining Tayvanga berib, Tayvandan kelib tegidek o'zaro fikr almashtirib, ilm-fan o'zaro fikr almashtirib, bosh sohalar bo'yicha faoliyat qilishga ruxsat qilindi. Gördünüz mü vatandaş? Şundaq ruxsat qiladi. Onun üstüge andın Tayvanliklarning hozircha shundaq tercüme qildim. Bu tercüme nemesi desiniz? Öten desiniz. Devlet sırtıda öten qurish. Mesela Amerika'dan öttü. Çanlaykanga qattiq narazı bulduk. Angliya asmından uçup öttü. Tayvanliklarning aeroplanı Çanlaykanga qattiq narazı bulduk deydigan geplar var. Xalas. Devlet sırtıda ötenden ütüş. Ötenden ütüş əsləhələr yəki organlara qoruşqa ruxsat qılındı Tayvan üçün. Nime deyimiz vatandaş? 13. günü Tibet doğrusu da, 14. günü Tayvan doğrusu da. Arlıqda biz silahı tuyuqsuzluq tünügüne nime dedik? Bu Moskva xitapnamız tuyuqsuz çıkıp kaldı ya dedik. Bugün hem ne oldu? Rast oldu vatandaşım bu iş. Hong Kong da sivide, endi kanunlayı tertibiyle ise Kongres'ten Tayvan andın, endi arlıqda vakit çıkarıp Reis Xi Jinping köp faaliyet kılgan orun, toluk 15 gün faaliyet kılgan orun, müstemlike Uyguristan. Yani bu şuna sanıp gelsek, Hong Kong, Tayvan, müstemlike Uyguristan hazır, konkretlaştırış devrige. Yoki hal qilg'uch qadamni oladigan hal qilish davriga kirdi deymiz vatandoshim.
Burunqilarni biz endi abstraktlaştırıp siyaset sahası sizlarga so'zlab kelayotgan bo'lsak, endi bizga tutqa. Ağızdan düşemeydiğen tutqa. Tünüge nima deb keldi bu tutqada? Mundaq deyildi ki, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisida Jungo bilan Tibet o'rtasidagi to'qinishni tinch yo'l bilan hal qilish. Tamam. Bu konkretlaşkan tedbir deymiz. Bu konkretlaşkan çare deymiz. Belki bu meseleni hal qiladigan birdan bir davlat ahirda yani demedi de Amerika Qo'shma Shtatları yani Tibet bilan Jungo o'rtasidagi to'qinishni hal qilish Amerikaning siyosatiga aylanish lazım. Endi biz muşlarni bo'ylab mundaq bir xabarni anlatdimiz sizlarga vatandoshim. Anglang avval buni mavzumunda men bir o'tlam choy ichib olay. Mavzumunda vatandoshim. Xi Jinpingning bu safari odatdan tashqari safardir. Mavzular xabar 7-oyning 14-kuni Fanvitor betida e'lon qilindi xabar. Unda boshlar. Jungoning davlat raisi Xi Jinping o'sha hafta tuyuqsizla Xinjiangda paydo bo'ldi. Mustamlika Uyg'uristonda paydo bo'ldi. Bir hafta ichida Hong Kongni ziyorat qilgandan keyin ikkinchi qatim Xinjiangga kelib, mustamlika Uyg'uristonga kelib, Millatlar Ittifoqligini naq maydonda tekshirdi. Shangan'da bir hafta emas, mushu hammasi bir hafta ichi bo'lyotdi degan gap. Shangan'da 7-oyning 1-kuni faqat 1 kunla, keyingi 14 kunning hammasi boshda aytdik, mustamlika Uyg'uristondagi faoliyatlar. Naq maydonda tekshirdi. Növbette reis Xi Jinping yana vazifaga o'ltirish yo'lida izlanayotdi. 20-chi qurultayni demekçi. Haftaning 5-kuni atdiganlar xabarlar oraliqida ko'plagan Jungo matbuotlari Jungo markaziy televiziya stansiyasi suratga olgan 1,5 minutlik video film xabarini e'lon qilib, Xi Jinpingning Xinjiangni yani mustamlika Uyg'uristonning poytaxti Urumchida hukumat ishg'ol Abtonom rayonlik muzeyini, maktablar ve savdo rayonlarini ziyorat qilganligini ko'rsatdi. Uyg'urlar sahna kiyimlarini kiyib, naqshi aytib, usul o'ynab, dumboq chalib, nag'ri chalib, reis Xi Jinpingni kutib oldi. Amerika ve boshqa g'arb davlatlari hukumatlari reis Xi Jinpingning Xinjiangni mustamlika Uyg'uristondan yani ziyorat qilishi Uyg'urlarni zo'r ko'lamda assimilyatsiya qilishning plani deb hisobladi. Bu to'g'rida Amerika hukumat taraf ifoda bildirgan yo'q. Bu yozayotgan Xitoyning xabari bu juma Amerika shunday hisobladi degan. Bu to'g'rida Amerika hukumat yoki davlat mahkamasi bu to'g'rida reis Xi Jinpingning Xinjiangga berishi to'g'risida ifoda bildirgani yo'q. Buni faqat yozgan xabarni yozgan odam da'vatida bor deb hisobladi. Xi Jinping Xinjiangni yani mustamlika Uyg'uristonni tuyuqsiz tekshirishdan avval 2 hafta degidek matbuotlarda o'zini ko'rsatmadi. Demak 2 hafta 15 kun. Xinjiangdagi faoliyat, Xinjiangda o'rlashtirgan faoliyat 15 kun dali bir vatandosh. Uning ziyorat vaqti oxirlashgandan keyin Jungo matbuotlari uning Xinjiangni yani mustamlika Uyg'uristonda ziyorat qilganligini oshkorladi. Endilikda ma xabarga diqqat qiling juma vatandoshi. Ishlar kelganda shuna tartib bilan keldigan deysiz biz oldirab ketimiz ishlar shuna o'z tartibi bilan keldigan. Qarab turing ha. Ma mavzuga qarang, diqqat qiling. Dalay Lama Hindiston va Jungo talash-tartish qilayotgan chegara rayonida paydo bo'ldi. Vaqtning sezgurligi Jungoning noroziligini qo'zg'adi. Mavzuda xabar 7-oyning 14-kuni Amerika ovoz yangi Xitoy til programmasi e'lon qilindi xabar. Bundaq boshlandi. Unutib qolmamışa divitet anlab turing vatandosh. 7-oyning 14-kuni Dalay Lama
chegara rayoni talash tortish bo'layotgan chegara rayonida, masalan, Ladakh, Jammu Kashmirda 14-kuni Reis Xi Jinping Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonida, mustamlik Uyg'uristonda bir-biriyle kelishib olganda keptimi ya? Mana shu savolni qo'ying vatandosh. Hindistonda sargardon Tibetlarning daisi Dalai Lama payshanba kuni 7-oyning 13-kuni Dharamsaladan ayrılıp Jammu Kashmir ve Ladakh rayonlarini ziyorat qildi. Mushu ayning 7-oyning 17-kuni anlangı Hindiston bilan Jungo armiya qo'mondoni darajalik Junjang deydi Xitoycha. Armiya qo'mondoni darajalik suhbat boshlaydi. Bu hamda armiya bilan davlat huquqi yoki davlatning egilik huquqi reis paysirning o'ttirisidagi mushundaq bir muhit, mushundaq bir orliqda turadigan unvon bo'lishi kerak bu. Ya general emas, ya bir nima emas, armiya qo'mondoni Junjang deydi Xitoycha. 7-oyning 17-kuni Hindiston bilan Jungu armiya qo'mondoni darajalik suhbat boshlaydi. Dalai Lama 13-14-kuni kepti Ladakhga, 17-kuni Hindiston bilan Jungu o'rtasida armiya qo'mondoni darajalik suhbat boshlanadi. Dalai Lama'nın bu qatam Hindiston bilan Jungu o'rtasida qonliq to'qinish yuz bergan Ladakh rayonini ziyorat qilishi Junguning noroziligini qo'zg'adi. Hindiston matbuoti bunda xabar qildi. Dalai Lama shu vaqt 13-kuni Ladakhga yetib kelib, 17-kuni Jungu Hindiston armiya darajalik suhbat boshlanadi. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Dalai Lama'nın mushu paytda bir sazgor rayonga ziyoratga kelib yetib kelishidan qaraganda Hindiston taraf Tibet kartini o'ynaydi. Diqqat qiling. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Dalai Lama'nın mushu paytda bir sazgor rayonga ziyoratga yetib kelishidan qaraganda Hindiston taraf Tibet kartini o'ynaydi. Junguning diplomatiya ministri Wang Yi 20 davlat tashqi ishlar ministrlari yig'inida Hindistonning tashqi ishlar ministri bilan suhbat o'tkazib, ikki taraf 16-navbatlik armiya qo'mondonlari darajalik suhbat o'tkazishga qo'shilgan edi.